yodingizdami, o'tgan safar men sizga Registon maydonining hali hamma bilmaydigan bir siri borligini aytgandim. Bugun o'sha sirni ochaman. Registon maydonidagi yagona qabrni bilasizmi? Hikoya shunday. Bir kuni Bahodir Yalangto'sh huzuriga oddiy bir qassob keladi. U shunday dedi: "Hurmatli hokim, men ham buyuk qurilishga hissa qo'shmoqchiman. Qurilish tugaguncha ishchilarga go'sht mahsulotlarini yetkazib beraman." Yalangto'sh Bahodir esa ogohlantiradi: "Bu qurilish uzoq yillar davom etadi. Bu oson ish emas." Ammo qassob o'z so'zida turadi. Vaqtlar o'tadi. Qurilish deyarli 10 yil davom etadi va u va'dasini buzmaydi. Har kuni, har oy, har yil davomida quruvchilarga halol xizmat qiladi. Nihoyat qurilish yakuniga yetadi. Shunda Yalangto'sh Bahodir qassobni huzuriga chaqirib: "Sen buyuk ish qilding. Tila tilagingni" deganida qassob shunday javob beradi: "Mening yagona tilagim vafot etganimdan keyin Registon maydonida dafn etilishim" deydi. Va uning bu tilagi bajo keltiriladi. Bu kishining ismi Muhammad Qatong'u edi. Yana bir muhim ma'lumot: Tillakori madrasasi 1646-yilda Bahodir Yalangto'sh buyrug'i bilan qurila boshlagan. Tillakori degani oltin bilan bezatilgan degani. Bu esa ajdodlarimiz ilmni oltindek qadrlaganini anglatadi. Ammo eng ta'sirlisi shundaki, Bahodir Yalangto'sh tillakori qurilishi tugashidan oldin vafot etadi. Shunda uning qiz farzandlari Iqlima Bonu va Oybibi qurilishni oxirigacha yetkazadi. Bahodir Yalangto'sh vafotidan keyin Samarqand yaqinidagi Dahbetda o'zining ma'naviy ustozi Maxdum A'zam Hoji Hoshim Dahbediy maqbarasi yonida dafn etiladi. Bu esa uning buyukligi faqat qurdirgan binolarida emas, balki qalbidagi kamtarlik va ustozga bo'lgan chuqur hurmatida ham ekanini ko'rsatadi. Keyingi sonlarda yana ham qiziqarli ma'lumotlar bilan qaytaman. Ko'rishguncha salomat bo'ling.